Dostoyevskiyning Qimorboz romani bu inson ruhining eng chuqur tubsizliklariga sho'ng'ish, o'zini yo'qotish va qayta topish yo'lidagi shiddatli kurash haqidagi asar. 1866-yilda yozilgan bu roman Dostoyevskiyning o'z hayotidagi qimor o'ynash tajribasidan ilhomlanib, shu qadar hayotiy va shiddatli yozilganki, o'quvchi har bir sahifada yurak urishini his qiladi, xuddi ruletka g'ildiragining aylanayotgan shovqinini eshitgandek. Asarning atmosferasi bu doimiy taranglik, ichki titroq va tashqi shovqin. Ruletka stoli oldida o'tirgan odamlarning yuzlari umid, qo'rquv, hasad va nafrat bilan to'la maskalar. Romanning chuqur mazmuni qimorning nafaqat o'yin, balki inson tabiatining o'ziga xos kasalligi ekanligini ochib beradi. Bu o'zini boshqara olmaslik, taqdirga qarshi chiqish istagi, bir lahzalik kuch tuyg'usiga berilish. Ayniqsa ichida ikki kuch kurashadi: aql va ehtiros, muhabbat va o'z-o'zini yo'q qilish. U yutganda o'zini xudo deb his qiladi, yo'qotganda tubsizlikka tushadi. Polina bilan munosabatlari ham shu ruhda. Muhabbat bu qimor, unda garov, yurak va qadr-qimmat. Qimorboz bu nafaqat qimor haqidagi roman, balki insonning ichki jahannami, o'zini yo'qotish va shu yo'qotish orqali o'zini topish haqidagi fojiali she'r. Uning sahifalarida ruletkaning aylanayotgan g'ildiragi kabi yurak urishi, nafas tiqilishi, umid va vahima aralashib ketadi.